Bor, yurganda ishlaydi zaryadkalar, yurganda qo'shganda ishlaydi. Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Toshkent Moskva yo'nalishiga avtobusimiz. Bugun mana davlat qonuniy avtobuslarida hamma musobaqaga ketayotgan kunlarimiz ketib boryapti. Har doimgidek oldida er-xotin, ayollarni joylashtirib kelamiz. Ketishdagida bo'lsanglar, qonuniy avtobuslarda mana bir qator fikrini bilamiz. Nima deysiz? Assalomu alaykum aka, qayerdansiz? Sizlar nima deysiz avtobus to'g'risida aka? Yaxshimi, yo'qmi avtobus? O'zbekistonda avtobusi keldi, jitta zadержка bo'ldi. Endi odamlarda ayni sabablida aka. Aka nima deysiz? Gapirasizmi? Assalomu alaykum. Uyatyapsizmi? Shuncha o'tirdingiz biz bilan. Nima deysiz avtobusda? Yaxshimi? Qulayliklari hamma. Siz nima deysiz aka? Assalomu alaykum. Yaxshimi avtobus? Bugun nechi suv? 28-mart. Bugun 28-mart. Kelayotgan hayitlar bilan hamma ukalarimiz, ayollar, opajon nima deysiz avtobus to'g'risida? Yo'qdimi? Aldov bo'lmadimi? O'zbekistondan mingyapsizmi avtobusga? Mana hamma akalarimiz O'zbekistondan mingan. Nima deysiz aka? Yo'qdimi avtobus? Va qo'ylardan o'tirdingiz. Gapiring, gapirtiryapti deb o'ylaydi keyin. Yaxshi, xudo xolasa. Aka-ukalar bemalol kelib biz bilan bog'lanib, faqat qonuniy avtobuslarda ketishinglarni uchun Toshkentdan Moskvaga, Moskvadan Toshkentga keladi. Bizning reyslarimiz Rossiyaning barcha shaharlariga bor. Faqat biz bilan bog'laninglar demaymi, faqat davlat avtobusida ketinglar deymiz. Faqat qolasini nima qil? Nima deysiz, amaki? Konsertsa bo'ladimi? Ketsa bo'ladi. Mana krasalar. Bo'riz o'chog'i ko'zim og'irdi buni.